Avvalambor assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlar. Biz hozir mana bir Nurafshon bilan, ya'ni oldingi nomi To'ytepa hamda Ohangaronni bog'lab turadigan yo'l bor, mana bilyapsizlar. Mana o'sha yerda yo'lda bo'yida 24 soat ishlaydigan, ya'ni avto ustaxona bor. Ya'ni bu yerda mana moy almashtirish tizimi, elektr xizmat tizimi har biri zo'r qo'li gul ustalarimiz bor akalarimiz. Undan tashqari antifrizlar ham bor. Antifrizda ham o'sha har xil turdagi mahsulotlar ham bor. Hamda buni ham bilasizlar, o'zimiz Angren shaharda Tohirda oldida antifriz chiqaramiz. Bu antifrizni ham akamiz sotuvga qo'ygan. Mana antifriz. Xolasiz ko'k deysizmi, xolasiz qizil deysizmi, har bir nimasidan o'sha sotuvga qo'ygan mahsulotlar ishonchli, bemalol haligi отказ qilmaydi. Shuning uchun bemalol yo'ldami, qanaqa maqsadda akalarimizni nomerlarini qoldiramiz. Aka nomeringizni aytib kelsangiz, qoldiramiz. Bemalol shu akalarga yo'lda qanaqa texnik xizmat ko'rsatish bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Yaxshi holatda, soz holatda chiqarib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.